Diqqat, diqqat. Hozir biza Toshkentdagi eng zo'r yapon kleonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoga like bosishni eslatib. Aziz do'stlar, ko'rib turganingiz yapon kleonlari bizda har xil sortlardan bor. Bularni yonib turishiga alohida bitta e'tibor beringlar. Quyosh nurlarida takoy tovlanib, o'ziga xos juda ham chiroyli effekt berib turibdi. Yonimizda yapon kleonlarini bir nechta demak sortlari turibdi. Bu yapon kleonlari demak hammasi poluten yoki bo'lmasa salqin joylarga вообще zo'r, o'ziga xos effekt berib turadi. Ayniqsa gazonli hududlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham chiroyli turadi. Bularni ko'rib turibsizlar, barglari demak qizil bo'lib chiqadi. Mana shunaqa juda ham chiroyli, nejniy bo'lib. Hozir mana bunaqa gullayotgan sezoni va kuzga borib mana shu gullari demak o'ziga xos ajoyib krilatkalarga, ya'ni qanotchalarga aylanadi. Bular ham kleonni o'ziga xos ajoyib bir xususiyatlardan biri hisoblanadi. Va ushbu yapon kleonlarimiz aynan butun mavsum davomida, demak kuz faslining so'nggi kunlarigacha qip-qizil mana shu barglarini rangini o'zgartirmasdan ushlab qolish xususiyatiga ega. Shu bilan birga mana shu yapon kleonlarini bizda bir nechta demak razmerlarda mavjud. Ko'rib turganinglar odam bo'yi baravar razmeri bor. Shu bilan birga orqamizda kattaroq hajmdagilari ham bor. Va shu bilan birga ushbu kleonimizni demak lapchti demak palmatum sortidan tashqari palmatum dissectum, ya'ni mayda рассечённый, ya'ni mayda qirqilgan sortlari ham bor. Ularni отдельно yana sizlarga ko'rsatamiz. Bizda mana bunaqa kichkinagina hajmdagi, kichkina bog'larga, kichkina alpinariyalarga ishlatiladigan kleonlarimiz ham bor. Mana bu kleonimiz demak o'sha palmatum dissectum bo'ladi, ya'ni mayda kesilgan, juda ham nejniy, o'ziga xos bonsai demak yasasa bo'ladigan razmerdagilari va sorti ham shunga yarasha juda ham nozik tab insonlarga ma'qul keladigan sortlardan hisoblanadi.